Devlet familiyası. Hem bilgin de Galiye abiye kızını, Semigullin Galiye abiye kızını okutuşu bulur için bizning opamiz Fatima Semigullina o'zi tarbiyalab o'qitib bizga o'qituvchi bo'lurga yo'nalish berdi. Borimizda biz bek ko'p o'qituvchilar, biz o'qituvchilar dinastiyasına kiramiz. Alining 6 balası kuyovlari o'qituvchilar. Şuşu armiyada, Mag'arib ülkesinde hizmet ettiğimiz bilen o'qituvchi bo'lib, turli ota-onalarning balalarına o'qitib tarbiya beruvimiz bilen borimizda bir qanoat bulduk. Rayon içinde işledik. Fatima opamiz Rana müdiri bo'ldi. Yo'ladan yine benim iktashim Zübeyir Yunusov Rana müdiri bo'ldi. Milli direktor o'rinbosari bo'lib 62-63 yıldan layıklı yo'lga chiqqanchaga qadar avdim mektep. Layıklı yo'lga chiqqanchaga qadar şuşu avulda hizmet qildim. O'zimni tug'an ovulim Tünter deb sanayım. İkinci mertebe endi o'qituvchi bo'lib rahatlanib xalqqa bilim bolalarga bilim berganime hem qanatlanib jırlab artist bo'lganim uchun men Pijbara avul xalqime buluştu. Onlar beni bir yarattılar. Men de bir yarattım. Gumumen Zübeyir abimiz da bir yarattı. Pijbara özüm Pijbara'da yaşamasam da bu günlerde Galiye abiye kızdım. Balaları kolumda terbiyelenim. Men bir baxtli, bir qadrli yaşayım. Onun üstüne o'qituvchi bo'lganim için, qo'yilgan xizmetim için hükümet de qadrimni bildi. Hemmine siz de qo'y savuga barsam da men hurmatli, qadrli qo'noq bo'ldim.